أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar va alqishlar alamlarning Rabbi, shundaqla bizning Rabbimiz bo'lgan Allohga bo'lsin. Yaxshi oqibat, muvaffaqiyat, g'alabalar o'shalarga bo'lsin. Salat va salam, qo'llash va desteklar u Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomga va uning ahli baytiga, uning sahobalariga va uning yo'lidan qiyomatgacha mangan yo'ldoshlariga bo'lsin. Assalomu alaykum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugun yana ko'rib tug'ilnadik haj qilishning hikmati temasida davom qilamiz suhbatni. Tungün haj deganninki lug'atdagi ma'nosi to'g'riliq paranglashgandik. Azroq suhbat qilgan. Bugun hamda hajning nimaligini bilish uchun, hajning hikmatining nimaligini bilish uchun hajning ruknlariga qarab baqsaq bo'ladi. Qarindoshlar, haj jarayonida qiladigan bekchiq ibodat va va'da hammasini tushuntirishga to'g'ri kelsa vaqt yetmaydi. Shuning uchun vaqtning yetishicha mush hajninki shu ruknlari deyiladigan bir ruknisi chalqasi haj bo'lmaydi deb qaraladigan yo'g'on ruknlardan boshlab hajning nima maqsadda qilinadiganligini tushunishga tirishib baqayli. Qarindoshlar, hajning birinchi ruknisi ihrom bog'lash deymiz. Al-ihrom minal miqat. Miqatdan ihrom bog'lash deyiladi. Ihrom bog'lash kelimasi qarindoshlar ash haram yildizidan muhtaram, ihtirom, harom, muharram, hurmat ash o'xshash yildizdan chiqadi. Ihrom degan uyg'urchalashtirgan vaqtimizda ihrom bog'lash degan gap qarindoshlar. Ihromni bog'lagandan keyin o'zimizga Allohdan boshqa kun tartibning hammasini harom qilganlik hisoblanadi. Ihrom degan harom qilish degan gap. Nimani harom qilamiz? O'zimizga Allohdan boshqa, Allohning rizosidan boshqa kun tartibning hammasini harom qilayotimiz. Biz ihrom bog'lash orqali shunda degan bo'lamiz. Ey Alloh, men mush kepanning o'rnidagi mush ihromga kirdim hozir. O'lgan vaqtimizda qandoq inson hushyor bo'lsa, qandoq esiga kelsa, qandoq hushiga kelgan bo'lsa, o'lgan odam, men hozir shundoq hushimga keldim. Butun umrimni dunyo halakchiligida g'aflatda o'tkazgan bo'lsam-mu, hozir hushimga keldim. Bundan keyingi hayotimni faqat seni rozi qilish uchun atayman. Mening hayotimga sendan boshqa kun tartiblarning kirib qilishini o'zimga harom qilyaptim hozirdan tortib. Mana mush soatdan tortib, mush ihrom bog'lab, mush miqatga kirgan vaqtimdan tortib hajni boshladim. Haj degan qat'iy niyatga kelib, Alloh rizosi uchun yo'lga chiqish deyilgan-ku. Mana hozir shu yo'lga chiqyapman. Men hozirdan tortib bundan keyingi hayotimda faqat sen uchun xizmat qilaman, seni rozi qilishga tirishaman. O'zimning yaxshi inson ekanligimni isbotlab, mushu dunyodagi imtihonimni o'tashga tirishaman Allohim deb Allohga so'z berganlikning ismi ihrom. Shuning uchun ihromni bog'lab nima deymiz? Labbayk Allohumma labbayk. Labbayk la sharika laka labbayk. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bütün dunyodan kelgan milyonlarcha haji mushu talbiya bilan hajni boshlaydi qarindoshlar. Talbiya degan labbayk aytish degan gap qarindoshlar. Labbayk Allohumma labbayk. Nima degan gap? Biz haj boshlagan vaqtimizda, ey Alloh, nima amr farmoning bo'lgan bo'lsa, men qilishga hozir. Ijro qilishga hozir. Nima bo'lgan bo'lsa, farz bo'lgan bo'lsa, vojib bo'lgan bo'lsa, sunnat bo'lgan bo'lsa, sening amring nima bo'lgan bo'lsa, bugundan tortib men shuni ijro qilishga tayyor. Hayotimni, jinimni, melimni, bütün hamma narsani sen uchun atab qo'ydim deganlik bo'ladi. Labbayk degan. Labbayk kelimasi bizning Sharqiy Turkistondan bor qarindoshlar. Biz kichik vaqtlarimizda cho'ng dadalarimiz cho'nimizni chaqarsa,
Falani deb chaqirgandan keyin labbay deydi ba'zilar. Ba'zal qibek bizim bilmaydiganlar lavay deydiganlar bor. Lavay deb javob berdi. Ba'zilar labbay deb javob berdi. Mushu labbaykdan keladi. Labbayk degan emr qil, buyruq ba, men ijro qilishga tayyor degan gap. Şoňa ihram baglaş bilen tanglam labbayk Allahumma labbayk ne başlap ketimiz. Ağzımız bilen şundaq ifade qılımız. Ey Allah, nime emir fermanyň bolsa, men şunu ijro qilishga hazır. Muş hej mezgilidimi? Hejden kiyinmi? Bundan kiyinki hayatımdymı? Men hemme emir fermanyny ijro qilishga hazır degenlik boldy. Endi bu yerda Allah'a söz berimiz. Endi hej qilib bolgandan keyin, yurtga qaytgandan keyin, şartlar özgergenden keyin, şarait özgergenden keyin nurgun hacılarımız özgürüp ketdi. O başka mesele. Amma aş hej mezgilide aş ihramga çigellik, labbeyk Allahumma labbeyk deb başlaganlyk üzümüzni Allah üçün bir esker deb ataganlarımız. Şeytanga karşı, Deccalga karşı, tağutlarga karşı haqni mudofaa qilish uchun, batılga qarshi urush qilish uchun o'zimizni Allah uchun ataganlikning ismini nima deydi ekanmiz? Ihrom deydi ekanmiz. Labbeyk deydi ekanmiz qarindoshlar. Bu ihrom bog'lab bo'lgandan keyin nima qilamiz? Ihrom bog'lab bo'lgandan keyin haramga kelamiz, Ka'baga kiramiz. Ka'baga kelib birinchi bo'lib nima qilamiz? Tavapını başlayımız. Tavapı ziyaret tavapı dep atıldı. Buna tavaful ifada dep atıldı. İfada tavafını başlayımız. Yani Kabe'ni tavaf kılımız. Hem de ikinci ruknu muş tavaf muşu. Hecden ikinci ruknusu muş tavaf. Bu tavafta aşağı Haramga kiriblam Hajrul Aswad deydigan bir qara taş var şu yerda. Al Hajrul Aswad degan qara taş degan gap. Aş Ka'badanki 4 bulunluq bo'ladi. Ka'ba şu 4 bulunluqning bir bulunida şu Hajrul Aswad bor. Şu Hajrul Aswaddan başlap 7 qatim cho'gilaymiz. Şu 7 qatim cho'gilaganni tavaf deymiz. Tavaf. Bu tavafmı şu hejning ikinci rukni şu. Muş tavaf bo'lmasa hej bo'lmaydi. Unda bo'lganda bu tavaf nima degan ma'noni bildirdi? Ihramni tushundik-ku, ihramni tushundik, talbiyani tushundik. Endi tavaf nima ma'noni bildirdi? Tavaf cho'gilash. Cho'gilash degan qarindoshlar al-idora deyiladi, cho'gilash, doira ichiga kirish degan gap, bir doira ichiga kirish. Bu ash yo'g'in to'pga qatilish degan gap. Ka'bani tavaf qilish degan gap, yo'g'in to'pga qatilish degan gap. Bu yo'g'in to'p qolsa, qarindoshlar, Allah bütün koinotni Allah yaratdi. O'sha Allah o'zidan boshqa hamma narsani Allah yaratdi. Bütün koinot, bütün mahluqot, mavjudot, jannat, jahannam, g'ayb olamidagi, shahodat olamidagi nima bo'lishidan qat'iy nazar aqlimizga nima kelsa, hammasining yaratquchisi Allah. Allah'ның bütün məxluqatı Allah'ның ərşi əzimini tavaf qılıdı, çögüləydi. Tusabbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne. Ayet bu. 7 qat asmanda, zimində nim bolsa, kim bolsa həmmisi Allah'ı təsbih eytidu. Anındaki yanı nime deydi? Allah asman cisimlerini, yıldızlarını, ay, Quyosh degandek hammasini tasvirlab, kullun fi falaki yasbahun. Hammasi o'z falakida sayohat qiladi, cho'gilaydi deydi. O'zining orbitasi bor. Har bir sistemning, masalan, Quyosh sistemining bir orbitasi bor. Quyosh sistemidagilar shu orbita atrofida cho'gilaydi. Samo yo'li sistemidagilar u atrofida cho'gilaydi. Galaksiyalar o'zining orbitasi cho'gilaydi. Shunday qilib, hamma mahluqot o'zining orbitasi cho'gilaydi. Natijada bütün mahluqot, mavjudot, koinot Allohning arshi azimining atrofida cho'gilab tavaf qiladi. Biz hamda u koinotga nisbatan kichikgina jangalga tashlab etgan bijdil tugimida kichik bo'lgan bir yer sharida yashaymiz.
yo'g'on olamga nisbatan yer sharimiz beklam kichik, qum donasidak ashuna kichik narsa. Bu kichik yer sharining ichida biz kichik insonlar yashaymiz. Biz bu insonlarning ichida o'z irodamiz bilan Allohga bo'ysunadiganlarmi bor, o'z irodamiz bilan Allohga bo'ysunmaydiganlarmi bor. Biz endi haj qilg'ili berib, Kabe'ga berib, nima uchun tavob qilamiz? Biz tavobni shu niyat bilan qilamiz. Ey Allohim, butun koinot seni tavob qiladi, sana sajda qiladi, sana ruku qiladi, hammasi sana taslim bo'ladi, sening sistemang ichida o'z orbitasi cho'gilaydi, o'zining haj ibodatini qilib, seni rozi qilishga tirishadi. Menmo shu koinotdagi shu mahluqotlarning bir sifatida menmo ash karvonga qatiliman, ash ona iqimga qatiliman deb Kabe'ni tavob qilish orqali shu ana iqimga qatilgan bo'lamiz. Endi buni o'z xiyolimiz bilan qilmaymiz. Bu Kabe'ni Alloh shu qibla qilib bizga belgilab berganlik. Kabe mush yer sharidagi butun insoniyatning qiblasi shu. Buni Alloh aslida shu sistemaga qatilmoqchi bo'lsanglar, shu koinot sistemasiga qatilmoqchi bo'lsanglar, mush qiblaga oldinni qilinglar, hammanglar mush Kabe'ni qiblam deb e'tiqod qilinglar, andan keyin mishaga kelinglar, mush men belgilab bergan mush qiblani cho'gilasanglar, shu olam ichidagi shu sistemaga, yo'g'on ana sistemaga kirgan bo'lasizlar deb Alloh shu tavob qilish, Kabe'ning atrofini tavob qilishni Alloh mashrullashtirib bergan bir ibodat. Bo'lmasa Kabe yog'ochdan, toshdan, to'pidan yasalgan bizning uylarimizdek o'xshash moddasi, Kabe'ning moddasi siz bizning uylarimizdan hech qanday farqi yo'q. O'xshash tuproqdan chiqqan moddadan yaratilgan bir narsa. Modda sifatida hech qanday bir farqi yo'q. Faqat Kabe'ni ulug' qilgan narsa nima? Allohning emri. Allah ulug' bo'lgandan keyin Allohning emri tushgan, Allohning vahiy tushgan ulug' bo'ladi. Allah dedi ki bizga, mana mushu insoniyatning qiblasi, mush yer yuzidagi qibla mushu, butun insoniyat mush bir qiblaga qaraysizlar deydi. Allah nima uchun qiblani bir qildi? Chunki Allah bir bo'lganligi uchun. Butun koinotning, butun insoniyatning yaratquchimiz bir. Rizq bergichimiz bo'lgan roziqimiz bir. Xoliqimiz bir. Bizning ehtiyojimiz bo'lgan qaysi nuqtadan qilsak Allohning qaysi sifatini o'ylagan vaqtimizda har nuqtadan Alloh bir. Alloh bir bo'lg'achqa, shuning uchun Alloh bizga bir qiblani qilib, bir qiblaga qaraysizlar. Vahdaniyat sistemasiga mansub bo'lasizlar. Vahdat sistemasiga mansub bo'lasizlar deb Alloh amr qilganlik. Vahdat va vahdaniyat sistemasiga bizning kirishimizni Alloh amr qilganlik. Allohning amri bo'lg'achqa shu Kabe bir uy bo'lgan bo'lsa-mu, shu Kabe'ni mening qiblam deb qaraymiz. Shu yerga borgan vaqtimizda bu mening qiblam bo'lg'achqa, mana mishani cho'gilayman deb Allohning vahdaniyat sistemini va vahdat sistemini qabul qilganligimizni e'lon qilamiz. Yana birsi, bu bir qiblani tavob qilishning yana bir hikmati qarindoshlar. Biz Allohga shunday so'z bergan beramiz. Ey Alloh, biz inson bo'lish sifatimiz bilan har davlatdan, har millatdan kelgan insonlar bo'lish sifatimiz bilan mush bir Kabe'ni tavob qilish orqali bir rahbarlikni qabul qilamiz. Mush islomiy rahbarlik sistemasini qabul qilamiz. İslamiyatni qabul qilamiz degan gap. Chunki Odam alayhisalomdan ta qiyomatgacha bo'lgan Alloh mush yer yuziga tushgan qonunliq din islom dini. Inna dina indallohil islom. Allohning dargohida qabul bo'lgan qonunliq mashru din islom dini. Bütün payg'ambarlarning dini islom. Musa alayhisalomning dini islom, Isa alayhisalomning dini islom, har qanday payg'ambarning dini islom. Uni ham degan xalqni o'zgartib, boshqa dinni o'zgartib, u bu deb ism qo'yib olsa o'zining gunohi. Ama Alloh avatgan din islom. Shu bir Kabe atrofida tavob qilishimiz, hajga borgan vaqtda tavob qilishimizmi? Hajga bormagan vaqtlarimizda shu Kabe'ga qarab namoz qilishimiz. Bütün camilarning qiblasini Kabe tarafga keltirishimizning sababi nima sababdan? Shu Alloh evatgan qonunliq islom dinini qabul qilaman.
bir dinni qabul qilaman, bir Allohlik dinni qabul qilaman deb islom dinini qabul qilganlik bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun musulmon davomli qiblasi Ka'ba bo'ladi. Musulmonning qiblasi Ka'ba. Ka'ba birlikning simvoli. Birlik Allah deganlik. Allah hem bor, hem bir. Shuning uchun Ka'ba birlikning simvoli, vahdaniyatning simvoli. Shuning uchun musulmonning qiblasi davomli nima bo'ladi? Ka'ba bo'ladi. Endi hozirgi zamonda qarindoshlar qiblimiz burilyapti. Ağzımızda bir deymiz. Mesela nurgun insanlar, cemaat rehberleri, teşkilat rehberleri, millet rehberleri, hatta devlet rehberleri yüzünü Müslüman hesablayıp Kabe'ye berip hec kılıdı. Kabe'ni tavaf kılıdı. Sizi biz degandek lebbeyk Allahümme lebbeyk ne deydi. Allah'a söz veriyordu. Ya Allah senin sistemine kirimen, sen neymi desen şunu icra kılımen, şunu neymi desen icra kılımen deydi. Hecni kılıp tügütüp kelip lan, anamdaki başka yerlerine tavaf kılıdı. Mesela Allah Kabe'ni merkez kılısız, İslamiyetni merkez kılısız, İslamiyetni gün tertip kılısız, İslamiyet bilen yaşaysız, dep buyrukni verse, hecni kılıp kelip lan, başka kıblelerge yüz keltirishni başlaydı. Devlet rehberleri. Hazırki zamanda onu kıble demeydi de manç kutupluq siyaset deydi o hazır dünya bir kutupluqdan iki kutupluq oldu ya hazır köp kutupluqqa qarab ketip bardı o dep hazır kutup dep hesablaydı onu. Bizge kutup dep düşündürdü özünün kıblesini. Halbuki şu siyasetçiler, şu devlet rehberleri dünyada hazır manç kutuppa diyen kutuplar şu insanların kıblesi şu. Mesela Kabe'ni ziyaret kıladigan Müslüman devletinin rehberleri. Ne vardı hazır? Xitayning kuchqiga barib Xitayni ziyaret kılıdı. Biz baradigan Kabe'ye berip lebbeyk Allahümme lebbeyk ne deydi? Ey Allah nime emir fermanınız icra kılımen deydi. Öğeden kelip lan ziyaretini Xitayga kılıdı. Qarab bakınlar, Arapның başlıkları olsun, Arap ulemaları olsun, Türk dünyasının başlıkları olsun, hemmisi üzünü Müslüman insanlar Kabe'ni tavaf kılıdı, arkadan siyasette Xitayni tavaf kılıdı. Xi Jinpingni tavaf kılıdı, Beijingni tavaf kılıdı. Nimişki bunda kılısınız dese hazırki zamanda köp kutupluq siyaset var. Devlet menfaatimiz var, milli menfaatimiz var dep, devlet menfaati, milli menfaat deydigan bir tağut oturğu çıktı hazır, aş tağutku boysunudu. Qarindoshlar, milli menfaat yaxshi bir narsa. Qo'g'dayolsak yaxshi. Devlet menfaatimiz yaxshi qo'g'dayolsak yaxshi. Ammo milli menfaatimizni, devlet menfaatimizni qo'g'didik deb, boshqa devletlarni setish bedeliga, boshqa devletlarni hejlash bedeliga, boshqa millatlarni yo'q qilish bedeliga devlet menfaati diyemeysiz. Deseniz o devlet menfaati ağzaki bo'ladi, ağzınızda qoladi. Qiyomat hisob bergan vaqtida Allah onu qabul qilmaydi. Hazır dünyadaki devlet menfaati, milli menfaat, national interest degan narsalarni Allah qabul qilamdi. Allah agar o'z davlatingizga menfaatlik ish qilayotgan bo'lsangiz yaxshi deydi. O'z menfaatimga ish qildim deb boshqa davlatlarga ziyon bersangiz, boshqa millatlarga ziyon solsangiz, boshqa millatlarni setib hejlisingiz, boshqa millatlarning ishg'ol qilingan davlatini, ishg'ol qilingan zaminini boshqalarning zamini deb e'tirof qilsangiz, boshqalarning zamin butunligiga e'tirof qilamiz degan qalpoqni kiyib olib turib, boshqa millatlarning qarindoshlarining davlatlarini satsangiz, buning etini Xi Jinpingga cho'qinganlik, Xi Jinpingga tavaf qilganlik, Beijingni tavaf qilganlik deyiladi. Bizning islom dinimizda buning ismi tavaf. Mushunda bo'lib ketmasin deb Allah musulmonlar mushunda tağutlarni tavaf qildigan bo'lib qolmasin. Tağutlarning quchug'ida o'tirdigan bo'lib qolmasin deb Allah bizni shu Kabe'ni shuning uchun bizga chiqarib berdik. Bo'lmasa Kabe bo'lmasimi? Allah hamma yerda bo'lgandan keyin qo'limizni egiz ko'tarib duo qilsak bo'laveradi. Allah hamma yerda anglaydi, hamma yerda biladi, hamma yerda ko'radi. Allah uchun hamma yer o'xshash.
Faqatlam biz elqi qiblimizni topolmaydigan bo'lg'achqa. Shuning uchun Alloh qiblisini teppasin deb Ka'bani qanday qilib berdi bizga? Qibla qilib berdi. Shu bağa vaqtimizda, haj qilib bağa vaqtimizda, Ka'baga bağa vaqtimizda shuni tavab qilamiz. Allohga shunday ifoda bildirimizki, Ka'baning oldida, "Ey Alloh, men davomli sen mush qo'yib bergan mush vahdat va vahdaniyat sistemasini, islom sistemasini qo'llayman, mushuningdan chiqmayman, mush islomiyatning amri nim bo'lsa shuni amal qilaman" deb so'z verish uchun tavab qilamiz uni. Bu tavab qilish deganlik aşıqlıq var bunun içinde. Pervaneler tavab qiladigan o'tni, chirog'ni yaxshi ko'rgachga biz insoniyat nima uchun tavab qilamiz Ka'bani? Alloh ishqi bo'lg'achqa, Alloh sevgisi bo'lg'achqa, Alloh sadoqatimizni bildirishimiz uchun, vafodorligimizni bildirish uchun, ne'matiga qarshi shukr qiladiganligimizni bildirishimiz uchun Ka'badan tavab qilamiz. Shuning uchun Alloh bizga shu Ka'badan voyaga chiqarib bergan. Bo'lmasa u Ka'baning moddiy tarafidan yo'g'on bir qimmati yo'q. Undaqda Ka'bani nima uchun 7 qatim tavab qilamiz? 7 ko'plikning simvoli va cheksizlikning simvoli qarindoshlar. Sanlar ichida 7, bular arabda mush 7 ni nayt ko'p cheksiz deydigan yerga mushundaqa 7 ni 70 ni ishlatadi. Bu san to'g'riliq gap qilsak gap uzrab ketadi. 7 qatim tavab qilishimizning sababi cheksizlik. Ya'ni ey Alloh, biz sening amringga omoda bo'lishda cheksiz mushunda taslimiyat ichida bo'lamiz sening uchun. Mushu haj qilish jarayonidagi mush ifodamiz cheksiz. Mush haj qilish, tavob qilish jarayonidagi mush tuyg'umiz cheksiz. Mush hissimiz, mush tushunchamiz, mush aqidamiz cheksiz. Ülgüçü mushundaq bo'ladi. Ta abadil abad mushundaq bo'ladi Allohim deb Allohga abadiyat so'zi berimiz Ka'bada tavob qilish jarayonida qarindoshlar. Qarindoshlar, soat yana kechulab ketdi, bizda juma bo'lib qoldi. Inshaalloh tugatamadik hejning ruknlarini. Inshaalloh ate tugitamiz. Allah nasip qilsa, hozircha mushunchalik bo'lsin. Allah mush bir yilqi hajimizni qabul qilsin. Tarbiya kunimizni, kunda qilgan ibodatlarimizni, Arafa kunida ibodat qilgan ibodatlarimizni, mush qurbonlik kunlarda qilgan butun ibodatlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin qarindoshlar. Qarindoshlar nim bo'ladi? Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun duo qilaylik. Qarindoshlar, mush koinotni yaratgan Alloh Sharqiy Turkistonning mustaqilligini xolisa amaliyleşadi. Allah xohlamasa amaliyleşmaydi. Shuning uchun oldi bilan Allohning xohlishini qo'lga keltirish uchun Allohga yolvoraylik. Bizning mushkunga qilib qolishimiz o'zligimizdan emas. Bir gunohimiz bo'lmasa mushkunga qilib qolmaymiz qarindoshlar. O'zimizda tuxumdan aqlaydigan bir gap bor-ku, unda aqmi ko'rib ketmayli. Xitoydek manqi delta bir millatning quliga qilishimiz o'zligidan bulayotgan bir ish emas. Allohning dargohida o'tkazgan bir gunohlarimiz, jinoyatlarimiz bor, bo'lishi mumkin. Shu bo'lishi mumkin degan ko'z qarashda turib, o'zimizning nomidan, ota-onalarimizning nomidan, butun Sharqiy Turkiston xalqi nomidan istig'for aytaylik, Allohga yolvoraylik, Allohdan afv qilinishimizni talab qilaylik. Afv qilingandan keyin, andan keyin Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishiga duo qilaylik. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga, shu mustaqilligimizni asliga keltirishning bizning qo'limiz bilan bo'lishiga duo qilaylik qarindoshlar. Duo ijobat bo'ladigan kunlar, Ramazonning oxirgi 10 kun qanday ulug' bo'lgan bo'lsa, shuningdan qilishmaydigan, hatto shuningdan eshib tushadigan kunlarni yashayotimiz.
ibodatlarimizni nuqson qilmayli, mukammal qilayli. Duolarimizni nihoyat ixlos bilan samimiy qalbdan qilayli qarindoshlar. Allah xalqimizga hidoyat bersa ajab emas. Allah xalqimizga qaytadan o'g'itib qo'ysa ajab emas. Allah xalqimizni İsrafil alayhissalom surchilishdan burun yana bir qatim tirildirsa ajab emas. Tirilishimizga, uyg'onishimizga duo qilayli. Allah hammamizning qilgan ibodatlarimizni ijobat qilsin. Yaşagan müddetçe İslamiyet'ten ayrılmasın. Ölüdüğün çağımızda tövbe ve imandan ayrılmasın. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.